Sırana mağara var, kakici mağara ko. Nima ovqat qilding? Mirmishil qildim. Sen mahallaga iftorlik beryapsan, molparoqsan. Bir qozon ovqatni 2,5 ta odam qachon yeb tugatamiz? Qana bo'ladi? Shu har safar dada, o'zim hal qilaman. Siz ovora bo'lishi shart emas. Mana aka, dadam iftorlikka ovqat chiqaraverdilar. Jiya xafa bo'lmay, o'tgan safar bergan ovqatingni bolam yemadi. Ammo aka bu safargisini aniq yedi, vasha shirin chiqqan mana. Mana jiya. Rahmat. Bu pulli sweet, yangi chiqdi shekilli. Nima qilamiz endi shuncha ish keladi, o'g'ildi? Nima ham qilardik, olib chiqib sotaveramiz. Tamam, vasha zo'r ekan, bitta dollar. Yaxshi bo'ldi, o'g'ildi. Ha, iftorlikka ham 5 minut qoldi. Keldilarmi? Hali ovqatga yana bir qozon qo'ydim dada. Bo'ldi dada. Qornim ishtirdi. Og'zingni och yeysan o'g'liga chiq. Uydan chiqmagan holatda yuborma bil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq yuborma bil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Iye, nima deyapsiz? Men sizga olib bergan sovg'amni do'konlaringiz bitta ko'rsin, mazzasi ochib qoladi. Ishonavering menga. Tog'am pul ko'p. To'g'ri, reseptim zarar bo'lyapti, yonyapti. Nuqul yondirib yurargansizda jiya. Qachonga kerak? Kechki paytga. Bo'ldi, faqat bitta sharti bor. Savdoga yordam berasiz. Bo'ldi, nimani nech puldan sotay? Qarang jiya, hozir bizda Turkiya, Eron, O'zbekiston gilamlarida hammasiga 10% dan 50% gacha aksiya ketyapti. Aksiya 20-martgacha. Muddatiy to'lovga ham berib yuborasiz aksiya narxida. Xullas, muomalani chiroyli qilib, kelgan klient qaytarmasdan chotki savdoga berasiz bo'ldi. Xo'p, bular, yirtib yuboraman. 5 tashing. Voy, kattisivani qara. Rosa yalanib yuragan ekan. Akajon, shu o'ndan boshlab xizmatingizdaman. Nima qilib bering? Omma savdoni yorib yuboribsiz-da jiya. Oling gilamingizni. Tinchlikmi? Mana o'tirmizni 3 oy gilam deb sotgandi menga. Ular qara, faqat qara, jicha olol. Tashaydilar-ku. Rostdan qo'rqyapti-ku, nima? Voy, mana qo'rqar ekan. Ani. Qo'rqmadi. Qo'rqmadi. Musoha ko'tingizni qo'yib o'tiring-ku. Nimaga Musoha videoga chiqmayapti deysizlar? Mana qaranglar, bitta videoni joylashtira olmayapsiz. Hali gapirish haqida tursin mana. O'tirasizmi yo'qmi? O'tiraman, lekin joy kichikroq ekan-da. Nima qilamiz? Hozircha mana yetlaveramiz mana. O'tiring, shuncha odam o'tirishingizni kutyapti. Mana. Ha bo'larkan, qarsanglar bo'lsin. Kuzatishni davom ettiringlar, yangi video chiqadi. Rostdan chiqadimi? O'chib ketmaydimi? Mana harakat qilyapsiz qo'ldan kelgancha. Zo'g'on chiqqan joyini olib tashlaymiz. Uyquni oching.